ZPRR, ya'ni bolalardagi psixik va nutqiy rivojlanishning kechikishida rivojlantirish uchun 5 ta eng asosiy maslahat. Birinchisi bu vaqtni boy bermaslik, ya'ni 4-5 yoshga qadar o'zi gapirib ketar deb kutish eng katta xatodir. Albatta, hozirgi kunda bolalarda nutq kechikishi juda ham ko'p uchrayotganligi sababli qancha vaqtli reabilitatsiyani, ya'ni korreksion darslar hamda nevropatolog maslahati bilan davo muolajalarini olib borsangiz, shuncha tez natijaga erishasiz. Qancha bolaning yoshi kichik bo'lsa, natijaga erishish shuncha yuqori bo'ladi. Ikkinchisi bu ekrandan cheklash, ya'ni multfilmlarni albatta kamaytirish. Bir kunda 20 daqiqa yetib ortadi va albatta multfilmlar bolalarni tinchlantirish vositasi bo'lib qolishi kerak emas. Ya'ni ovqatlantirish uchun ham multfilm, biron nima o'rgatish uchun ham multfilm, tinch o'tirish ham telefon, televizorlarni qo'yib berish ZPRRda bolalarni yana ham chuqurroq orqada qolishiga olib kelishi mumkin. Uchinchi maslahat, faqatgina nevropatolog davo muolajasi bilan tuzataman yoki faqatgina mashg'ulotni o'zi bilan tuzataman deb bolani vaqtini olish to'g'ri emas. Ya'ni ikkalasini ham baravar olib borish juda zarur va muhimdir. Aynan ZPRR tashxisli bolalarda ko'pincha organika uchraganligi sababli nevropatolog yordami hamda dori-darmonlar albatta kerak bo'ladi va qo'shimchasiga esa albatta korreksion darslar bo'lishi shart. Ikkalasi baravar olib borilganda eng zo'r natijaga erishasiz. To'rtinchisi bu albatta ota-onaning vazifasi, ya'ni uyda bolalarni gapirishga ehtiyoj qoldirish. Misol qilib aytganda, doimiy soatga qarab ovqatini berish, soatga qarab suvini bermasdan, bola ham o'ziga kerakli bo'lgan ehtiyojlarni tushuntirishi uchun birozgina bo'lsa-da miyasiga signal berishga imkoniyat berishdir. Ya'ni bolaga bilib tursangiz ham, suv ichgisi kelayotganini tushunib tursangiz ham, nima so'rayapsan? Ayt, suv ichaman deb ayt deb 2-3 marta takrorlash va ularni iloji boricha dialogga, ya'ni muloqotga olib borish sizlarga eng zo'r natijani beradi. Beshinchisi bu bolaga bosim qilmaslik, ya'ni majburlamaslik, uni xohishlarini inobatga olmagan holda har xil qo'pol harakatlar bilan uni gapirtirishga majburlash albatta regressga olib keladi. Ya'ni bolani orqaga ketishiga, yana ham o'zini dunyosiga kirib olib, gapirishdan qo'rqib qolish darajasigacha olib kelishi mumkin. Shuning uchun ZPRR tashxisli bolalarga hech qachon bosim o'tkazmang. Aksincha, maqtov, sabr va o'yin orqali bolalarni rivojlantirishga erishishingiz kerak bo'ladi. Aziz onalar, albatta ZPRR, autizm, raz tashxisli bolalar bilan oson emas, men sizlarni juda yaxshi tushunaman, lekin agar hammasini mutaxassis maslahatiga kirgan holatda to'g'ri yo'ldan olib borsangiz, juda ham zo'r natijalarga erishasiz. Va bu yo'lda sizlarga albatta men hamda BMP klinikasining jamoasi yordam berishga tayyormiz. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Videoni esa bolasining nutqi kechikayotgan onalarga jo'natib qo'ying. Salomat bo'ling.